Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan Elite Home aboylar saloniga tashrif buyurdik. Hozir video davomida ko'rasizlar. Aksiyani juda ham zo'r bo'lyapti. Sababini aytib o'tib ketaman. Azizlar, 50 ming so'mdan aboylarimiz, 80 ming so'm va 150 ming so'mdan oxirgi qatorlarimiz. Hozir bitta obzor qilaman. 10 noyabrgacha aksiyamiz davom etadi. Bemalol tashrif buyurib xarid qilsangizlar bo'ladi. Va juda ham yaxshi yangiligimiz bor. Uni ham aytib o'tib ketaman. Mana 50 ming so'mlik aboylarimiz. Keyin kolleksiyada bor. Kelib bemalol pachkasi ochilmagan absolutni yangi aboylarimiz mana. Ko'rsangizlar bo'ladi variantlar. Nejniygina aboylar, hammasi ham sifat juda ham yaxshi. Xohlasangizlar to'mliroq, xohlasangizlar mana to'mliroq, o'tkirroq bu. Mana yashil variantlari bor. Mana bunday variantlarimiz bor mana 50 ming so'mda hammasi. Shu qatorimiz. Keyin kolleksiyada bor. Va bu qatorimiz 80 ming so'mdan. Bu ham keyin kolleksiyada bor mana. Bemalol artib olaversa bo'ladi, hech qanday muammo bo'lmaydi. 3 yil oldin qilganmiz mana shu aboylarni o'zimiz. Shu Modern kompaniyasiniki sifat juda ham yaxshi. O'sha nima deydi, sinovdan o'tgan aboylar. Endi mana shu aboylardan ikkita xonamiz qilganmiz 3 yil oldin. Mana shu aboylarimiz juda ham narx baland, 170-180 atrofida turadi narxi. O'sha payt sotib olganmiz o'zimiz. Hozir 80 ming so'mdan mana. Keyin kolleksiyada bor, kelib ulgurib qolsangizlar bo'ladi. Bugun 31-oktyabr 2025-yil, 10-noyabrgacha o'sha aksiya davom etadi. Va undan tashqari agar siz masalan aboy xarid qildingiz yoki bo'lmasa qandillardan xarid qildingiz, ularni ham aytib o'tib ketamiz. Siz o'sha aksiya ishtirokchisiga aylanasiz va yil oxirida aniqlanadi u 50 ta maishiy texnika va bitta mashina qo'yilgan. Bemalol omadlaringizni sinab ko'rsangizlar bo'ladi. Ham aboy olasizlar, sizlarga plus tomoni, ham omadlaringiz kelib qolsa yoki avtomobil yoki bo'lmasa o'sha 50 ta maishiy texnikadan bittasini egasi bo'lasizlar. Bu faqat Elite Home'da bo'ladi. Sizlar juda ham katta nima deydi? Chegirmalar qilib berishyapti. O'sha aziz obunachilarimiz uchun o'sha bizni kuzatayotgan barchaga tashrif buyursangizlar bo'ladi. Mana bu aboylarimiz ham juda ham zo'r mana. Koridorlar qilsa bo'ladi, masalan, kichkina xonachalar qilsa bo'ladi. Detskiy xonalarga, masalan, mehmonxonalarga tanlasangizlar bo'ladi. Hammasidan bu gulli variantlar ham bor mana. Mana mehmonxonalarga ham qilsa bo'ladi. 80 ming so'mda nima deyapti endi bular? Arziydi, 100% arziydi. Aboylar hammasi bir-biridan zo'r. Mana. Xohlasangizlar kuxnilarga mana bunaqa aboylardan tanlasangizlar bo'ladi. Kirpichni g'ish variantlardan tanlasangizlar bo'ladi. Keyin kolleksiyada bor bu yerda. Ekrandagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Va 150 ming qatorimiz ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman hozir. Bu qatorimiz ham to'liq 80 ming so'mda mana. Xohlaganlaringizni o'sha masalan kimga qaysi variant yoqadigan bo'lsa, kelib xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. Mana bu yerda undan tashqari gulli variantlarimiz ham bor mana. 80 ming so'mdan. Puliga 200% arziydi. Mana bunday variantlarimiz, Atashintga o'xshagan variantlarni tanlasangizlar ham bo'ladi. Bemalol kelib o'zlaringizga xohlaganlaringizni olib ketaverasizlar. Keyin kolleksiyada bor. Ulgurib qolinglar. Bugun 31-oktyabr 10-noyabrgacha aksiya davom etyapti. Mana bu qatorimiz to'liq 150 ming so'mdan Xitoy aboy, sifat juda ham yaxshi. O'zimiz ham mana shu yerda o'zidan ham ko'p xarid qilib ketganmiz. 170-220 sotilgan aboylar mana shular 150 ming so'mdan. Hammasi bir xil narx. Atishinta variant ham bor, hammasidan mana gulli variantlari ham bor. Xohlasangizlar mana mehmonxonalar uchun o'sha patologga moslab nasib bo'lsa olaversangizlar bo'ladi. Va undan tashqari qandillar ham bor. Mana qandillarimiz juda ham arzon, 145 mingdan eng kichigi 450 ming, 470 minggacha bor mana uzunlar. Turk rangi bor ekan bu yerda mana. Xohlasangizlar bitta qandil sotib olinglar, xohlasangizlar masalan o'sha aboylardan xarid qilsangizlar, shu sizlar o'sha aksiya ishtirokchisiga aylanasizlar. Telefon raqamingizni tashlab ketasizlar, обязательно va yil oxirida o'sha aniqlanadi. Va undan tashqari o'sha ichkari tomonga ham aboylar bor. Bularni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana variant. Kile bilan komplet qilib olib ketsangizlar bo'ladi.
Mana aboylar juda ham oxirgi fasondagi har xildan kelgan. Tashrif buyursangizlar bo'lyapti. Ichkari tomonga kirib ko'rib olaverasizlar. Disk xonalar ham. Nijniygina aboylar hammasi. Mana ichkari qismimizga ham bor. Kelib ko'rib o'sha variantlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Eng oxirgi so'nggi fasondagi aboylar bular hammasi. Super moshi artib yuvib olaversa bo'ladi bularni. Ko'chadagi aksiyadagi aboylarimiz 150 minggacha, masalan 50 ming, 80 ming, 150 minggacha davom etadi. Bu yerda narxlari o'sha har xil variant. Endi sifatiga qarab narx o'zgaradi. Mana variantlar. Qara bu yerda o'ziga o'sha kiliylarni kampirlik olib ketsangizlar bo'ladi. Azizlar, Elitxonda kutib qolamiz. Tashrif buyuringlar. Bemalol 10-noyabrgacha nasib bo'lsa aksiya davom etadi. Keyingi kolleksiyada bor. Mana yana bir bor aytib ketamiz. Bilmaganlar 50 ming so'm. Mana birinchi qatorimiz. Ikkinchi, uchinchi qatorimiz 80 ming so'm va oxirgi mana oq korobkadagilar super moshi hammasi ham 150 ming so'mdan donaga. Kelib ko'rib bemalol olaverasizlar mana. Xohlagan fason dizayn bor mana shu yerda o'zida. Mana bu aboylarimiz ham bor mana. Kimga mana shu o'tkirroq, to'mliroq ranglar yo'qsa, o'sha xarid qilsangizlar bo'ladi. Bemalol har xil variantidan bor mana. Pachka ochilmagan absolut. Kanalimizga obuna bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like esdan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Nasib bo'lsa kelinglar, bemalol sizlarga eng yaxshisini ilinamiz. O'sha obuna bo'lib qo'ysangizlar, Hunarmand TV Instagram kanalimizga ham har kunlik sveji videolar chiqarib boraveramiz. Mana yana o'sha yangi partiyamiz kelgan aboylarimiz sizlar uchun chiqarib boraveramiz. Kelib bemalol ko'rib olib ketaverasizlar, xohlaganlaringiz nasib bo'lsa. 50 ming, 80 ming, 150 ming. Sog' bo'linglar. Manzilni aytib o'tib ketamiz, azizlar. Qarshi shahrida joylashgan mana Versal to'yxona mana bu yoqqa. Va bu yer Toshkent, Samarqand stayanka mana. Samarqand, Toshkentga ketadi mashina taksilar. Birinchi do'kon mana Elitxon aboylar saloni deb yozilgan. Tepasiga Nasaf oshxonasi ham deb yozilgan. Bemalol shunda arendani olib topsangizlar bo'ladi. Versal to'yxona va Samarqand, Toshkent stayanka joylashgan Elitxon aboylar saloni. Bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Qandil bilan birdan kampirlik qilib ketsangizlar ham bo'ladi. Uncha qimmat chiqmaydi. 2-3 ta xonalarga ham bemalol xarid qilib ketsangizlar bo'ladi masalan. Ko'rib o'zlariga o'sha yoqqanini chiroyli qilib berishadi va aksiya ishtirokchisiga aylanasizlar. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar. 10-noyabrgacha aksiya davom etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib boring, obuna bo'lib qo'yinglar. Like, esda chiqmasin, fikrlarni bemalol kommentariyada yozaversangiz bo'ladi.